keyingisi men to'y qilaymikin deb kelgan. Sen ishing pishsin to'y qilamsan. Bu ayamdan to'y qilib kelsin, ayamdan achitgansan. Bu ketdim kim bilan to'y qilmoqchi endi? Nimada? Rizvan gulida. Akşam bu qiz bolani o'tganlarini tanishtirdi. Yo'q, duyinda tanishdim, duyinda. Men ketdim, duyin men gazet chiroyli qiz bolani bizni bardijman. Gazet ta'lim keldi. Bek bilan qizlar ekan. Bo'ldi. Seni men o'tan bilimi degana, sen bu yerdan kelib turganki. Menga gap tas qilib qiz bolani to'lab chirar, qiz bolani o'zidan bir paralsa. Rizvangul, men teshib turaman dema ya. Endi men teshib chiqib turibman xo'jam. Menga teshib saqlab turman dedi. Nima keldi o? Shu to'y qilaymikin deb kelgan. Kim bilan? Nimiti o'g'ilning ismi? Nimiti dedi emasmi? Nimiti deyapman ama. Qurbonjon. Do'yinning ismi Akal Askiti. Shu ismni topibdi. Qanchalik bo'ldi tunishqila? 11 kun bo'lib ketdi. Bu yomon ishtikya bu ishkanni chaqmaqdek shunda to'y qilamizlar. Mavo to'yning ishi men sizga chiroyli gap qilib qo'yay. Men to'yning ishi chaqchaq qilmay, o'bda o'yin shop, andan yana bir kelinglar. Yo'q, biz o'ylish bo'ldik. Shu Canınızı beğensen sen buldu. Qurban! Opta o'ylashdingmi? Qanchalik o'y tutasiz ki tanishgan. Mengu deysiz mana, mengu. Bizning baxtimizga ko'z tegmasa, ko'ndingizmi? Albatta, o'zining kichik balnikidek, buvoqlarnikidek shunda suzuk, jumrat o'g'inlar va Ferlonaning altın açqıç yüz asrash mahsulotini ishlatib bo'g'ashma va elama jenim chunki yana yapirmajama bizning baxtimizga ko'z tegmasin. Bo'ldi. Qog'ozim to'ldirib ayam chiqib xetni elvelanglar. Ya'ni men 4 kunda men achima deb oldimga kelishib qolmoqchiman. Og'zimni buzib qo'yibman. Bakıl. Ben ağaçay dep kelgen, bizni bir ajashtirib qo'yaman. Sen yana kelsan bu. Bu sening bu jilni bir o'ylanadigan vazifang ama. Endi ota-onam bir ayatchig'ida bu yerni qilib olay degan xatoma. Men gapni. Ota-onam bir ayatchig'imizni jiqrab o'ylanib ol bolam deganman. Boshlar. Elim men jil o'rilib ketdi. Yatqan gapni. Jil o'ylanadigan vazifasi bor. Bu qizlarning nar yerini sana. Voy boshlar. Bu menda gap. Men necha kunning oldida duyin sirib men vasam bir ma'lum mush xotningizda agar men seks xil ifoda bo'lmasa, achib ketam bo'lmasa sizga afiyet deb nechkin ko'zetdim bu xotinning birisimi yo'q ekan. Shu buni olib achiblik qutulayman. Ajashtirib qo'ying ha. Bo'ldi. Menga ayoling to'langlar menga. Hozirmish keynimni bati. Kenima. Rizvan, mayamchilar bir de sevgilim mayamchilar. Nim bo'ldi, nim deysan? Bo'ldi. Nim gap qilmay paqmashkisa la qilishdi. Xinam, nim bo'ldi? Nimga ajashmoqchi? Voy boshqami ish yo'q. Bu archu meni baxtli qilolmaydigan kelgusini ko'ramidim. Do'yinda bir ma'lum eringizni 8 xil odat bo'lmiz ajrashib keting debgan. Voy necha kun kuzatib boqdim. Buning uchun birsimi yo'q ekan. Voy shuning uchun vaqtimni isrof qilmay dedim. Men ishkim jang sarangni chapsman, kallam qarchi qo'yib chiqqan. Aqli yo'qmi bu? Aqasam bu duyinikini o'tachamsa, ishkan bir-birini o'tachamsa. Duyinikini nima shuni qilshamsa, men popni yer desa yiyishimsa? Voy ish qilib korim yo'q. Ajrashma dedim men. Ajrashma bu g'oroz bilan. Qanday bizni qo'ymay atasay. Oldingizda biri uraymi? Kimni? Menimi? Ura. Bo'ldi qilsha. Hadi pasma. Cho'g'apangni uyamasa qasani bu. O'tdan maslahatlashib, bu achim desan, achishga shoqma bijay. O'tdan o'ynashib, cho'nglik maslahat silib, andin kelish. Uqdingmi? Amalga uyani tutash. Va cho'nglik desak foydasi yo'q bu gapni. Men duyin deyman. Buni qilgan hamma ishlarni o'yib bo'g'ayishni hammani duyin chiqib deyman. Duyindikilar o'y tutol desa, o'y tutma meni uni. O'y tutma desa tutmayman. Men uchun do'yinga chiqib deyma. Meni o'g'an, tilg'am, pul bermaganlardan hamsi birdim do'yinga chiqib deyma. Qiynonamning manqigan eskiliklardan tortib, hammani do'yinga chiqib deyma. Kimning xato, kimning to'g'ri, men do'yinnikilar arsin. Osh. Chiqsha. Sarang bir jup saranglar. Hamma gapni do'yinga chiqib deygan zaman bo'lib ketdi menda bu yerda. O'yining ichidikini teshikka chiqib demdik endi. Qanday zaman bo'lib ketdi bu? Balla. Hozir bir jup xotin chiribda ochishimiz deb. Bu ajasularmi, ajashmisularmi? Ajasun deganlar bir raqamni, ajashmusun deganlar ikki raqamni yo'llayibdilar.